O'zbekistonda to'ylarni tartibga solishni nazarda tutuvchi loyiha ishlab chiqiladi. Bu 21-aprel kuni qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmonida belgilangan. Farmonda qayd etilishicha, joriy yilning avgust oyigacha to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish bo'yicha parlament palatalari kengashlarining qo'shma qarori qabul qilinadi. Shuningdek, yoshlarda tejamkorlik madaniyatini shakllantirish bo'yicha yangi mexanizmlar nazarda tutilgan. Loyihaga mas'ullar etib Oliy Majlis palatalari, Madaniyat vazirligi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Din ishlari bo'yicha qo'mita belgilangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, 100 kishidan ortiq odamni to'yga taklif qilganlar jarimaga tortiladi. Parlamentdagi manbalarga ko'ra, 100 nafardan ortiq kishi ishtirok etgan to'y o'tkazgan shaxs va restoran egalariga katta miqdorda jarima hamda takrorlansa undan ham og'ir jazolar belgilanishi kutilmoqda deyilgan xabarlar tarqalmoqda.